Agar bu tovarni O'zbekistonga olib kiradigan bo'lsangiz, jinoiy javobgarlikka tortilib ketasiz. Bugun siz bilan juda ko'pchilik bilmaydigan, lekin juda ham dolzarb bo'lgan mavzu O'zbekistonga olib kirish taqiqlangan tovarlar haqida gaplashib chiqamiz. Dastlabki importga taqiqlangan tovar bu etil spirti. Etil spirtini O'zbekiston hududiga transportning barcha turlarida olib kirish taqiqlangan. Pul yutug'iga ega bo'lgan o'yin avtomatlari. Mana nima uchun O'zbekiston Vegasga aylanib ketmaydi. 2007-yildan beri O'zbekiston Respublikasi hududiga pul yutug'iga ega bo'lgan o'yin avtomatlarini olib kirish qat'iyan taqiqlangan. Pirotexnika vositalari 2009-yildan beri O'zbekiston Respublikasi hududiga pirotexnika vositalarini olib kirish vaqtincha taqiqlangan. Lekin bu vaqtinchalik muddat qanchaligi qonunda batafsil yoritilmagan. Uchuvchisiz uchish qurilmalari, ya'ni dronlar, ularni butlovchi hamda ehtiyot qismlarini O'zbekiston hududiga olib kirish taqiqlangan. Aynan qanday turdagi dronlarni respublika hududiga olib kirish taqiqlanganligini video opsiyaniyasidan bilishingiz mumkin. Aynan dronlarni yoki ularni butlovchi qismlarini siz O'zbekiston hududiga noqonuniy olib kiradigan bo'lsangiz, jinoiy javobgarlikka tortilib ketishingiz mumkin. Agarda sizga yuqoridagi sanab o'tilgan tovarlar nima uchun respublika hududiga olib kirilishi taqiqlanganligi qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram sahifamizga o'tib batafsil bilib olishingiz mumkin.